Assalomu alaykum birodar azizlarim. Mana limon ko'chatlari o'sha kuzda aytganimdek yaxshilari yetib keldi. Mana endi ko'chatlarni ekib oldik. Suv quyish uchun tayyorlab o'rachalar ko'rdik. Yaxshi hosildor, yaxshi hosil beradigan böyle ko'chatlarimiz yetib kelgan. Boshlig'imiz, ustozimiz Isroil akani parniylarida chiroyli ko'chatlar. Bu qayerda deganlarga, bu Teshito zapravkasida limonlar yetishtiramiz. Zapravkada bekarchi vaqtlarimizda pishganda hoji akamiz, boshlig'imiz uzib shulardan farzandlarimizga, ota-onamizga o'zlari bo'lib beradilar. Ko'chatlar chiroyli. Mana jami 14 hop 14 paket yangi ko'chatlar mana suv quyishga tayyor qo'yilgan, yangi bekilgan, o'g'itga, suvga tayyor holatda turibdi. Albatta o'g'itlash jarayonlarini ham ko'rsatib boramiz. Limon, limonariya ishqibozlariga shu Namanganda, O'zbekistonda pishib yetiladigan limonlarni yaxshi turlari mana. Albatta narigi boshqa sahifalarimizda pishib yetilgan limonlarni ham olib joylab boramiz. Qiziquvchilarga ko'rib, like bosib, obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz.